Bizni sohamiz santexnikaga bog'liq emas, lekin bizni soha santexnikaga bog'liq. Uyda dizaynerskiy holat ko'rib turibsizlar, hamma narsa Atido eng zo'rlaridan ishlagan. Sanuzelni bitta ko'ringlar. Dushanvoy kamina. Biz xonadonlar uchun, sanuzellar uchun premium sifatida har xil turdagi dushanvoy kaminalardan o'rnatib beramiz. Ko'ryapsizki, yopgan holatingizda yuvinish jarayonida suv baqa umuman o'tmaydi. Dog' bo'lib qolish, kir bo'lib qolish holatlar bo'lmaydi. Sinishichi, Jonibek sinib qolsa. Bu sinsa odamga ziyon yetmaydigan kalit qilingan 6 mm kalit kamina bo'lgan. Yana e'tibor beradigani ko'p holatda dushanvoy kaminalarda mana shu palasalarga yoki laminatsiya yopishtirishadi yoki prosta qum sepib qo'yishadi. Qum sepilgan jarayonida agar bunga suv sachrasa, qum sepilganda o'zi bo'lsa dog' bo'lib qoladi, laminatsiya vaqt o'tib ishlarga sarg'ayib ketadi. Biz bunga qum sepilgandan keyin pelos ximiya septirganmiz. Ximiyada chizilib qolish, dog' bo'lib qolish holatlar bo'lmaydi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Innova Akfa veb-sayt hamma yo'g'imiz bor. Ma'lumotlarni ko'rib, internet tarmoqlarida ham kuzatib borishlaring mumkin.